Mana do'stlar, penoblok hech narsani ushlamaydi deganlar uchun qotirib ko'rsatamiz. Bizning penobloklar hamma narsani ushlaydi. Hatto blinani qotirish jarayoni. Bittaga bitta samarez ishlayapti buni. Bitta ko'rsatib yuborishmi? Samarez. Samarez mana. 5lik samarez. Ishonmaganlar kelib ko'rsin. Hozir penoblokdan qurilganligini ham ko'rsatamiz endi. Qimirlatib ko'rsatdi, Siroj, qimirlatib ko'rsat. Qimirlagani yo'q, mo'shni ishlab qoldi. Kelib ko'rasizlar, misol uchun 1 yildan keyin kelib ko'rasizlar, 6 oydan keyin kelib ko'rasizlar, penoblok qachon vaqtingizda kelasizlar ko'rasizlar. Mana uy penoblokdan. Shu qotirilganlarni ko'rasizlar. Hech qaysi tashab yuborgan bo'lmaydi. Tortib ko'rasizlar, mana shlankalari ham qotirilgan. Tortib ko'rasizlar bemalol. Hech qanday chiqib ketayotgan joyi yo'q, hamma chiqib ketyapti, bo'lmaydi deydi. Mana penoblokdan uy polni bo'lyapti mana. Realni ko'rish arzon. Mana penoblok g'ishti shu. Eshigi ham qotirilgan, deraza ham qotirilgan, atableniya ham qotirilyapti. Usta yana qotiryapti. Like'lar bosamiz, videoni penoblok hech narsani ushlamaydi deganlarga tashlab qo'yaveramiz.